Mahallamizda driver chorvachilikqa ixtisoslashgan, asosan aholimizning 70% ga yaqini chorvachilik, go'sht yo'nalishi bilan shug'ullanadi. Bizning mahallamizda aholi soni hozirgi kunda 3716 nafar fuqaroni tashkil qiladi. Shundan joriy 2026-yilga 92 nafar ishsizlik xatlov qilganmiz, ishlash istagi bo'lgan fuqarolarimiz. Shundan hozirgi, ya'ni yilda yarmigacha imtiyozli kreditlar ajratish orqali 20 nafar fuqaromizni doimiy ishlarga joylashtirish orqali 18 nafar fuqaromiz, tadbirkorlikka jalb qilish orqali 11 nafar fuqaromiz, yer ajratish orqali 3 nafar fuqaromiz, subsidiya va ssudalar ajratish orqali 5 nafar fuqaromizni bandligi ta'minlandi. Hozirgi kunda bizning mahallamizda kambag'allik registri, ya'ni kambag'al xonadonlarimiz 61 tani tashkil qiladi. Shundan kambag'al oilalarda ishlash istagi mavjud ishsiz fuqarolarimiz 114 tani tashkil qiladi. Yil boshidan buyon hozirgi kungacha 46 nafar ishsiz fuqarolarimizni, kambag'allik registridagi fuqarolarimizni kredit ajratish, ishlarga joylashtirish, doim ishlarga subsidiya, sud ajratish orqali bandliklari ta'minlandi. Bundan tashqari bitta ijtimoiy reyestrda turgan fuqaromizga kambag'allikdan farovonlik dasturi sari 30 million so'm naqd pul foizsiz ko'rinishda kreditlar ajratilib, tikuvchilik faoliyatini yo'lga qo'yishga ko'maklashildi. Bundan tashqari joriy yilda oilaviy tadbirkorlik dasturi doiramizda 411 million so'm 12% imtiyozli kreditlarimiz 15 ta fuqaroga ajratish orqali bandliklari ta'minlandi. Bundan tashqari qo'shimcha bizga ajratiladigan instrumentlarimiz bor. Bank bilan hamkorlikda qilinadigan biznesga birinchi qadam loyihamiz orqali 8 ta fuqaromizga 136 million so'm kreditlar ajratilib, bandligi ta'minlandi. Mahalla loyihasi dasturi doirasida 11 ta fuqaromizga 530 million so'm imtiyozli kredit ajratib, bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari yangi biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi loyihamiz bor. Ya'ni prezidentimizning 312-son qarori bo'yicha 4 ta fuqaromizga 400 million so'm kredit ajratilib turib, hozirgi kunda faoliyati yurib kelmoqda. Shu kungacha bizning mahallamizda 34 ta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil qilindi. Bundan 8 tasi xizmat ko'rsatish sohasida, 4 tasi sanoat sohasida, 22 tasi qishloq xo'jaligi sohasida xizmatlarni tashkil qilib kelmoqda. Bu 34 ta korxonamizda jami 72 ta doimiy ish o'rinlari yaratilib, hozirgi kungacha faoliyatini olib bormoqda. Bundan tashqari mahalla yettiligi bilan birga shu mahallamizda mavjud kambag'allik registridagi xonadonlarga xonadonma-xonadon yurib, muammolarni o'rganib, barcha muammolarni mahalla yettilik bilan hamkorlikda hal qilib kelmoqdamiz. Ya'ni kambag'al xonadonlardan ishlash istagi bo'lgan joriy yilning o'zida 4 nafar yoshlarimizga 2 nafarga imtiyozli kredit ajratdik, 2 nafarni doim ishga joylashtirildi. Yana bundan tashqari o'zimizda mavjud Gullan Global Tex'ga kambag'al xonadonda ayollar daftarida mavjud ayollarimizni 5 nafarini doim ish bilan ta'minlandi. Bundan tashqari mahallamizda xavfsiz mahalla shiori ostidan mahalla yettilik bilan birgalikda profilaktik inspektori aniqlagan qo'shma xulosalar bo'ladi. Boshqa bandligini ta'minlash, ijtimoiy qanaqa muammolar bo'lsa birgalikda hal qilib kelmoqdamiz. Hokim yordamchisi tomonidan bizlarga kredit ajratildi. Kelib shu ro'zg'orimizni, uyimizni ko'rdi. Issiqxona barpo etdik. Nima nasib etsa, erta bilan pomidorlarni olib o'zlarimizdan oshxonni bozorimizga sotyapmiz. Uyimizga, xo'jaligimizni yuritishga yordam. Bodranglarning mana ikkinchi qatori. Birinchi hosilda olib, ikkinchi ko'chatni yetishtirdik. Ana shu ishlarni yetishimizga yordam berib turgan prezidentimizga rahmat. Xalqimizni qo'llab-quvvatlab turgani uchun.